Va birinchi bo'limni oxirgi qismiga yetib keldik. C qismi. Bu qismimizda demak bu ne, o kim mavzusini o'tar ekanmiz. Bu ne degani bu nima, o kim, u kim. Demak bu nima va u kim so'roqlariga javob berishni o'rganar ekanmiz. Bu, shu, o, kim, ne, bunlar, shunlar, onlar, burasi, shurasi, orasi. Shularni ko'rib chiqamiz. Dialogni o'qib olamiz. Bu ne? Bu kalem. Bu nima? Bu qalam. O kim? O öğretmen. U kim? U ustoz. Burası neresi? Burası sınıf. Bu yer qayer? Bu yer sınıf. Bunlar kim? Öğrenciler. Bular kim? O'quvchilar. Demak, dialogimiz shundan iborat. Hazırlık çalışması. Demak, keyingi mashqimizda 1. Resimlere bakalım. Kelimeleri numaralarla eşleştirelim. Yani resimlarga qaraylik va so'zlarni raqamlar bilan birlashtiraylik deyapti. Demak, bu mashqimiz oson, buni bajarib qo'yamiz. O'qima qismimizga yetib keldik. O'qima qismimizda demak, o ne, o taxtami, onlar kim? Mana shu mavzuyimiz bo'yicha savollar berilgan. Bularni o'qib, tarjima qilamiz va yod olamiz. Keyingisi C bo'limimizni del belgisi qismi, ya'ni grammatika qismimizga yetib keldik. Grammatika qismimizda ko'rsatish almoshlari haqida gaplashamiz. O'zbek tilida ham bor ko'rsatish almoshlari. Bu, mana shu, bu, shu, o. O'zbek tilida ham bor. Shuni endi turk tilida ko'rib chiqamiz. Bu masa, shu masa, o masa. Bu masa deganimizda bu stol deyapmiz va stol bizga yaqin turibdi. Buni demak yaqindagi narsani ko'rsatish uchun ishlatar ekanmiz. Shu masa deganimizda stol bizdan uzoqroqda turibdi. Shu stol. Demak, shuni biz uzoqdagi narsani ko'rsatish uchun ishlatar ekanmiz. O masa, uni biz juda uzoqdagi narsani ko'rsatish uchun ishlatar ekanmiz. Takrorlab o'taman. Bu yaqindagi narsani ko'rsatish uchun, shu uzoqdagi narsani ko'rsatish uchun, o juda uzoqdagi narsani ko'rsatish uchun ishlatamiz. Misol uchun, osmonda uchayotgan qushga nima deymiz? Albatta, o'ni ishlatamiz. Davom etamiz. O'rnagimizda bizga nima deyapti? Bu ne yoki bu nedir? Bu dolap yoki bu dolapdir. Agar sizga savol bu ne deb savol berilsa, bu dolap deb javob berasiz. Agar sizga bu nedir deb savol berilsa, bu dolapdir deb javob berasiz. Bu nima? Bu shkaf degani. Endi bu kim deb savol berilsa, bu o'rgatman deb javob berasiz. Bu kimdir deb savol berilsa, bu o'rgatmandir deb javob berasiz. Bu kim? Bu ustoz degani. 3-mashqimizda aytayaptiki, o'rnaklardagi gibi cümleler oluşturalım. Ya'ni mana shu misoldagi kabi jumlalarni tuzib chiqamiz rasmlarga qarab. Misol uchun birinchisida bu nedir ya da bu ne? Bu ev deb javob beramiz. 4-mashqimizda aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. Ya'ni bizga mana bu yerda ko'p so'zlar berilgan. Biz so'zlarni mana bu jadvalga joylashtiramiz. Kim so'rog'iga javob beradigan so'zlar va ne so'rog'iga javob beradigan so'zlar. Bilamizki, kim so'rog'iga faqat odamlar kiradi. Ya'ni insonlar kim deb savol beriladi. Narsalarga ne, ya'ni nima deb savol beriladi. Shunga qarab mana bu so'zlarni bunga joylashtiramiz. Misol uchun polis, politsiyachi. Ya'ni qaysi ustunga tushadi? Albatta birinchi kim ustuniga joylashtiramiz. Keyingi o'tadigan mavzuyimiz cho'liki, lar qo'shimchasi. Ya'ni o'zbek tilida ko'plik yasash qo'shimchasi deymiz, lar qo'shimchasini. Turk tilida ham bor albatta. Misol uchun bitta narsani birligi bor va ko'pligi bor. Kitob, kitoblar misol uchun. Ya'ni kitob, bitta kitob, ikkita kitob bo'lsa kitoblar deb aytamiz. Mana shu lar qo'shimchasi demak turk tilida ikki xil qo'shiladi, lar va ler. Boya aytib o'tganimdek, agar so'zni oxiridagi unli qalin, ya'ni qalin unlilar a, o, u bo'lsa, lar qo'shimchasi qo'shiladi. Agar ingichka unlilar, ya'ni e, i, o, u bilan tugasa, ler qo'shimchasi qo'shilar ekan. Buni misollarda ko'rib chiqamiz.
Pastda jadvalimizda misollar turibdi. Tekil birlik, cho'l ko'plik. Tekil kitob, cho'lda kitoblar. Kitobda oxirgi unligimiz a bo'lganligi uchun lar qo'shimchasini qo'shdik. Keyingisi qiz, qizlar. Ya'ni qizda ham unlisi bor, shuning uchun lar qo'shdik. Kutu, kutular. Televizion, televizionlar. Bularda lar qo'shimchasini qo'shdik demak. Keyingisida tekil cho'l. Penjara oxiri e bilan tugadi. Penjaralar, lar qo'shimchasini qo'shdik. Kedi i bilan tugadi. Kedilar, lar qo'shimchasini qo'shdik. Ko'y oxirgi unli ö, shuning uchun ko'ylar. Uzum, uzumlar. Uzumda ham oxirgi unli uy bo'lgani uchun lar qo'shimchasini qo'shdik. Tushundingiz deb o'ylayman. Keyingi ko'radiganimiz bu shu o'ni ko'pligi, bunlar, shunlar, onlar. Ya'ni bular, shular, ular. Endi qarasak, bunlar ko'pak, bular it deb yozilgan. Bu yerda kichkina qoida borki, agar bunlar, shunlar, onlardan keyin ko'plikni aytmoqchi bo'lsak, keyingi keladigan ismga, otga lar qo'shimchasini qo'shmaymiz. Chunki bunlar, shunlar, onlarda lar qo'shimchalari bor. Shuning uchun ko'pak so'ziga lar qo'shimchasi qo'shilmagan. Mana bularda borligi uchun. Bunlar ko'pak, bular it, yaqindagi ko'pgina narsalarga, ya'ni ko'pgina itlarni aytyapti, yaqinida turibdi. Shunlar ko'pak, shular it, uzoqdagi itlarni aytyapti. Onlar ko'pak, juda uzoqdagi itlarni aytyapti, ular it deb. Pastda yana misol bergan. Bunlar ne yoki bunlar nedir? Bunlar bardak, bunlar bardakdir. Ya'ni bular nima? Bular stakan. Yoki bular nimadir? Bular stakandir. Endi agar bunlarsiz javob bermoqchi bo'lsak, bardaklar deb javob beramiz, oddiy qilib. Ya'ni bunlar nedir? Bular nima yoki bunlar ne? Bardaklar deb javob bersak bo'ldi. Endi insonlarga nisbatan ishlatganimizda bunlar kim? Bunlar o'quvchi yoki shunchaki o'quvchilar deb aytib qo'ysak bo'ldi, hisoblanadi. Ya'ni bular kim? Bular o'quvchi yoki bular kim? O'quvchilar deb javob beramiz. Lekin hech qachon bunlar o'quvchilar deb ayta olmaymiz, chunki bunlarda lar turganda undan keyingisi lar qo'shimchasini olmaydi. Davom etamiz. Birinchi notda bizga aytayapti, sayılarla ve miktar bildiren sıfatlarla birlikte kullanılan isimlerde çoğul eki kullanılmaz deyapti. Ya'ni raqamlar va miqdorni bildirgan sifatlar bilan ism qo'llanilganda lar qo'shimchasini qo'shish shart emas deyapti bizga. Misol uchun 3 çocuk, 3 bola, 2 kalem, 5 bardak, 2 qalam, 5 stakan. Soni aniq bo'lganligi uchun bularda lar qo'shimchasini qo'shmas ekanmiz. Keyingilarda esa oz kishi, çok inson, hech yabanchi. Az, çok, hech. Bularda ham miqdorni bildirgan sifatlar az, çok, hech qo'llanilgani uchun bularga ham lar qo'shimchasini qo'shish shart emas ekan. Ikkinchi notimizda aytayapti, son hecelerinde a, o, u bulunan bazı yabancı kelimeler ler ekini alırlar. Biz aytib o'tdik, agar so'zni oxiri a, o, u, e bilan tugasa, lar qo'shimchasini oladi deb aytib o'tdik. Endi ba'zi chetdan o'zlashtirma so'zlar bor ekanki, ularni oxiri a, o, u bilan tugashiga qaramasdan ular lar qo'shimchasini emas, ler qo'shimchasini olar ekan. Xuddiki mana bu so'zlar singari. Ya'ni aynan mana shu pastda berilgan soatlar, rollar, meshgullar, hayallar, alkollar, petrollar, hallar, sembollar, kalplar, sayohatlar, misallar, ideallar, bular aynan ler qo'shimchasini olar ekan, oxiri a, o, u bilan tugasa ham. Bu so'zlarni yod olamiz, chunki bular istisno so'zlar hisoblanar ekan. 5-chi mashqimizda aşağıdagi kelimeleri çoğul yapalım. Berilgan so'zlarni demak, lar yoki ler qo'shimchasini qo'shib chiqar ekanmiz, mashqlarni bajaramiz. Xo'p, keyingi mavzuyimiz demak so'ru eki, ya'ni savol yasash qo'shimchasi. Turk tilida ham o'zbek tilidagi singari savol yasash uchun mi
so'roq yasovchi qo'shimchasidan foydalaniladi. Faqat turk tilida boshqacharoq. Turk tilida agar so'zni oxiri a bilan tugagan bo'lsa, m qo'shimchasi, i bilan tugagan bo'lsa, mi qo'shimchasi, u bilan tugagan bo'lsa, mu qo'shimchasi, u bilan tugagan bo'lsa esa mu qo'shimchasi qo'shilar ekan. Va yana bitta narsa, mana bu so'roq qo'shimchalari turk tilida asosiy so'zdan ajratib yozilar ekan. O'rnaklarni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rnakda bu dolapmi? Bu shkafmi? deb so'radi bizdan. Mana m qo'shimchasi dolapdan ajratib yozildi. Evet dolap. Ha shkaf. Bu masami? Hayır. Masa değil, koltuk. Bu stolmi? Yo'q, stol değil, divan. Bunlar köpek mi? Bular itmi? Evet köpek. Ha it. Bu yerda demak köpek so'zini oxirgi unlisi bo'lganligi uchun mi savol qo'shimchasi qo'shildi. Masada esa a bo'lganligi va dolapda ham oxirgi unli a bo'lganligi uchun m qo'shimchasi qo'shilgan edi. Mana shu jadvalni eslab qolar ekanmiz so'roq qo'shishda. Endi 6-mashqimizda xuddi shu kabi bu o'renci mi? Evet o'renci, hayır o'renci değil. Xuddi shunaqa savollar yasar ekanmiz. 7-mashqimizda ham aşağıdagi javoblarga uygun so'rovlar yoziniz. Ya'ni javoblarni bergan bizga biz savollar tuzamiz, javoblarga qarab. Misol uchun birinchisi, evet bu sandalye deyish uchun biz nima deb savol beramiz? Bu sandalye mi deb javob beramiz. Davom etamiz. Burası neresi? Endi keyingisi bu yer qayer mavzusi ekan. Burası neresi? Burası ev. Bu yer qayer? Bu yer uy. Şurası neresi? Şu yer qayer? Şurası bahçe. Orası neresi? Orası sokak. Orası sokak. Ya'ni bular ham xuddi shunaqa bir xil shaklda ishlatiladi. Burası yaqin joy uchun, shurasi uzoq uchun, orasi juda uzoq uchun ishlatiladi. Savollarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Misol uchun, burası Ankara'mı? Bu yer Ankara'mı? Evet, burası Ankara. Ha, bu yer Ankara. Hayır, burası Ankara değil. Yo'q, bu yer Ankara emas, İstanbul. Xuddi shu shaklda yasaladi. 8-mashqni ham shu o'rnaklardagi gibi tamomlab qo'yamiz. Dinlama haqida gaplashib o'tdik. Yozma va konuşma qismlarida, yozmada bu yerda mana shu uy ichida ko'rgan hamma narsamizni nuqtalar o'rniga yozamiz. Misol uchun, burası ev, şurası salon, bu koltuk. Shu shaklda yozib chiqamiz rasmda nima ko'rayotgan bo'lsak. Konuşma qismida esa burası okulmi, okulmu, bu kalemmi, bu kim, sınıf büyük mu, ya'ni sınıf büyükmü? Mana shu savollar bo'yicha javoblar beramiz savollarga va do'stimiz bo'lsa, do'stimiz bilan dialog qilar ekanmiz. Kültürden kültür, ya'ni madaniyatdan madaniyat. Burası neresi? Haritaya bakalım, ülkeleri örnekteki gibi yazalım. Ya'ni rasmdagi o'lkalar qayer bo'lsa, mana bu misoldagi kabi burası Türkiye. Misol uchun, bu yer Türkiye. Xuddi shunaqa qilib yozib qo'yar ekanmiz. Va oxirgi qismimizda nelar o'rgandik? Nimalarni o'rgandik? Demak, mavzuyimiz birinchi bo'limda nimalarni o'rgangan bo'lsak, o'shalar bo'yicha bu yerda mashqlar berilgan, mashqlarni bajaramiz va tushunmagan yerlarimiz bo'lsa, kommentda qoldiramiz. Albatta yana qaytadan tushuntirib beriladi. Kelima listasi bu yerda demak birinchi bo'limimizda ishlatilgan so'zlar bor, yeni kelimeler, ya'ni yangi so'zlar listasi bu yerda. Mana shu yerdagi hamma so'zlarni yod olamiz. Arkadaşlar, demak birinchi unitimizni tugatdik. Keyingi darslarda görüşmek üzere. Keyingi darsimizda demak biz ikkinchi unitni boshlar ekanmiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha hoşça kalın, görüşmek üzere.